Assalomu alaykum, Tunikofon ustakalar. Navbatdagi qaychilarimiz tayyor bo'ldi. Buni hozir bir qator kesishini ko'rsatib o'tamiz. Bunimiz 45, orasi 6, 1,5 ga 1,5 rasxoti. Bu yog'i 90. Kesishlari zo'r. Qimmat qaytarmaydi, xudo xolasa, uyaltirmaydi. 1,5 ga 1,5. Bu yog'i rombiklarni burchagini olish uchun bu yog'i 3 ga 3 oladi. Bitta kazirokni oldi orqasiga 3 ga 1,5 ga qo'yib ishlatadigan razmeri. Uchga 3. Bu yog'i 11 ga 11 rasxotdan chiqadi, do'ppichamiz. Bitta bosganda yopa kesib olib tashlaydi. Kartofkasiz do'ppichamiz. Do'ppichamiz tayyor. Bunimiz yulduzcha, bu yog'i 7,3 ga 7,3 rasxotdan chiqadi. Bu yog'i 12,5 ga 12,5 rasxotdan chiqadi. Yulduzchamiz tayyor.